Lifehack o'rgataman. Buning uchun chaqaloqni boshini cho'miltirishingizdan oldin zaytun yoki kokos yog'ida yog'lab qo'yasiz. Agar bolangizga allergiya bermaydigan, o'zingizni qanaqadir ham ishlatadigan maslangiz bo'lsa, detskiy masla, uni ishlatsangiz ham bo'ladi. 2 soat oldin boshiga surib, sekin-sekin massaj qilasiz. Shu narsa yog' boshiga ozgina shimilishi kerak. 2 soatdan keyin bolani cho'miltirishingiz mumkin. Xotin-qizlar uyda yuzini tozalash uchun ishlatiladigan silikonli sponj kerak bo'ladi. Uni ozgina namlisiz, ya'ni biz yog' surgan edik. Oddiy kir sovun yoki detskiy sovundan foydalansangiz bo'ladi. Boshini yengil massaj qilasiz. Shunda boladagi o'sha yog'li qatqaloqlar sekin-asta ajralishni boshlaydi. Birdaniga hammasini chiqarib olish shart emas. 3-4 marta shu ishni takrorlasangiz, bolangiz boshi top-toza bo'lib qoladi. Agar sochlari bo'lsa, iloji bo'lsa, bolaning sochini kalga oldirgan holda bu ishni qilsangiz, yana ham samaraliroq bo'ladi. Bolani boshidagi qatqaloqlarni tirnab olish, majburlab taroqlar bilan, qattiq tishli taroqlar bilan tarab tozalash mumkin emas. Nimaga? Chunki bu narsa bolani bosh terisi juda nozik bo'ladi, uni zararlab qo'yadi va bolalarda organizmni shunaqa himoya xususiyati borki, siz uni olib tashladingiz va teri o'zini himoya qilish uchun mana shu narsadan 2 barobar ko'proq ishlab chiqaradi va bu narsa qayta-qayta hosil bo'laveradi. Bu ko'pchilik bolajonlarda bo'ladigan holat. Bu qanaqadir kasallik hisoblanmaydi. Bosh terisi nozik, yupqa, liqildoq qismida suyaklar bo'lmaganligi uchun chaqaloqning boshini himoya qiluvchi qatlam bo'lib hisoblanadi. Buni kasallik deb qanaqadir dori vositalardan foydalanishga hojat yo'q.